Ko'p joyda hal bo'lmaydigan ishlar ham hal bo'lib ketib qolishi mumkin-da, mashhur bo'lsangiz. Hammaga salom aziz do'stlar, sizlar bilan Gafur. Bugun mana Shovqinning 10 ta savol loyihasiga tashrif buyurdim. Bolalar mana savollar tayyorlab qo'yishibdi. Hozir sizlar bilan birga shu savollarni o'qib, to'g'ri javob berishga harakat qilamiz. Ravadan nega ketdingiz? Endi bitta ishni boshlashdan oldin sizlar nima deydi? Baribir ham kontrakt tuziladi. O'sha kontraktda o'ziga yarasha vaqti bo'ladi. O'sha vaqt tugagandan keyin label bilan xayrlashib, o'zingizga o'zingiz bo'lib bemalol ishlashingiz mumkin. Bizda shu kontrakt tugadi, men o'zim chiqib keyin ishlashni boshladim. Markaziy Osiyo miqyosidagi mashhurlik sizga nimalarni ko'rsatdi va o'rgatdi? Nima deydi? Qo'shni davlatlarimizda juda ham mehmondorchilik rivojlangan ekan. Shuni bildim, chunki konsertlar bilan Tojikistonga, Qozog'istonga, Qirg'izistonga va yana ko'p davlatlarga bordik. Hammaligi mehmondo'st, hammaligi bilishadi O'zbekistonni, O'zbekistondanligimni. Ko'p joyda hal bo'lmaydigan ishlar ham hal bo'lib ketib qolishi mumkin-da, mashhur bo'lsangiz. Shunaqa. Shu taraflama menga ko'rsatdi. O'rgatgan tomoni birinchi bo'lib oldinga kelib, kulib, sen haqingda juda ham iliq gapiradigan odamlarga srazu ishonish kerak emasligini ko'rsatdi. O'zbekistondagi tinglovchilarni MDH davlatlaridagi auditoriyalardan farqi nimada? Farqi bilasizmi? Misol uchun o'sha Rossiyadagi muxlislar ham bor. Endi O'zbekistonda qo'shulardan tashqari yana filmlarda yoshligimda tushganim hisobiga O'zbekistonda baribir ham qanaqadir qalbga yaqindek qabul qilishadi. Chunki baribir ham o'zim shu yerda katta bo'lib, o'sib, bilim olib, keyin ko'chib ketdim, musofirchilikka u yerda ijodimni boshladim. Shuning uchun baribir ham O'zbekiston tinglovchilari qanaqadir yuragiga yaqinroq deb o'ylayman. Ikkalasidan birini tanlash kerak bo'lsa, qaysi birini? Kino yoki musiqa? To'g'risini aytsam, kinoni juda ham qattiq yaxshi ko'raman. Umuman shu kino sohasi, o'zbek film, shuncha zo'r rejissyorlarimiz bor. Anchadan beri filmlarda tushmadim, sog'inmayman, kastinglarda qatnashyapman. Lekin baribir ham yoshligimdan beri, 3 yoshimdan beri meni uydagilarim shu Michael Jacksonning kasetasini qo'yib berishganidan keyin musiqaga bo'lgan muhabbatim juda ham cheksiz. Agar ikkalasidan birini tanlash kerak bo'lsa, albatta musiqani tanlayman. Yuragingiz bo'shmi? Ha, bo'sh. Dunyo miqyosidagi top 5 siz sevgan artistlar. Albatta Michael Jackson, Elitrilar haqida gapiramiz. Michael Jackson endi u hech qanaqa topga kirmaydi. Men uchun bu ijodkor, bu inson nima deydi, meni yuragimda musiqaga bo'lgan muhabbatni uyg'otgan odam, sababchi bo'lgan inson. Baribir ham kumir Jackson birinchi o'rinda va hamma top chartlarda birinchi o'rinda. Keyin Travis Scott, The Weeknd, Bruno Mars, Kendrick Lamar yoqadi. Ko'p o'zi top 5 mana shu odamlarni aytsa bo'ladi. Atak undan ham ko'p. O'zbek top 5 artistlari. Agar rost aytadigan bo'lsam, yoshligimda juda ham qattiq Sahro guruhini tinglardim va Suhrob Kenjayev. Top 2 ni baka aytdim. Sahro, Suhrob Kenjayev, keyin albatta Munisa Rizayeva, albatta Shohrux, rapper. Yoshligimda juda ko'p ashulalarni eshitardim. Oxirgi artist Sevara Nazarxon. Sevara Nazarxon imенно shu ijod taraflama juda menga yoqadilar. Qanaqa ashula aytishlari, qo'shuvlari. Mana top 5. Endi davom etamiz. Rossiyada ijod qiluvchi artistlardan 3 ta eng yaqiningiz. Yaqinlarim albatta Andro. Umuman Rossiyani shou biznesiga kirib kelishimga sababchi bo'lgan insonlardan bittasi bu Andro. Juda ham yaqin do'stim. Zelimba Muhali, meni yaqin do'stim. Artistlarni olib ketsa, Johnny тоже yaqin do'stim. Zo'r gapiraman o'zimga ichida hozir. Aybga bermaysizlar o'rtoqlar. O'zbekcha qo'shiqlar ham bo'ladimi? Albatta, aziz do'stlar, sizlar uchun mana Armon degan qo'shig'imni уже chiqardim. Hamma plashatkalarda, YouTube'da bor, bemalol eshitishinglar mumkin. Hozir planda yana 2 ta o'zbek tilida reliz qilmoqchiman. O'shanga kuzatinglar, obuna bo'lib qo'yinglar. Xudo xolasa chiqadi, ko'rasizlar, sizlarga yoqadi degan umiddaman. Oxirgi yillarda nega ijod to'xtab qoldi? Ijod to'xtab qolmadi. Menimcha ko'pchilik 20-21-yilda
portlab ketgan ashulalar ko'p bo'lganda, bir 5-6 tacha ashula portlab ketgan. O'ylashdi, menimcha har doim shunaqa bo'lishi kerak o'yin. Periodli bo'ladi o'zi, nima deydi, juda ko'p ishlab vaqt o'tganidan keyin ozgina charchaysiz, выгорание degan narsa bor. Ozgina o'z bilan o'zingiz vaqt o'tkazasiz. Shunaqa pauzalardan keyin musiqani yana yo'nalishini rivojlantirib, boshqa yo'nalishda qo'shuqlar qilib, mana hozir chiqarishni boshladik aktivni. Уже bu yilda 2 relizim bo'ldi. O'tgan yilda ham bir 3 relizim bo'ldi. Hozir undan ham ko'proq bo'ladi. Xudo xolasa, har oyda chiqarishga harakat qilaman. 5 yildan keyin Gafur, 5 yildan keyin Gafur xizmat ko'rsatgan artistda bo'lishni xohladim juda ham. O'shanga O'zbekiston shou biznesiga hozir juda ham qattiq urg'u bergim kelyapti. Keyingisi 3 ta farzandim bo'lishini xohlayman. 5 yildan keyin katta uyim bo'lishini xohlayman. Villam bo'lishini xohlayman. O'zimni tasavvurimda 5 yildan keyin qanaqa o'zimni ko'raman. Agar ijod taraflama oladigan bo'lsa, 5 yildan keyin menimcha uje bir 4 tacha albom chiqargan bo'lishim kerak. Hammasi xudo xolasa platinoviy bo'lishi kerak. Harakat qilamiz. Shunaqa. Mana intervyu ham o'z nihoyasiga yetdi. Aziz do'stlar, sizlar bilan Gafur bo'ldi. Obuna bo'lishni esingizdan chiqarmanglar Shovqin kanaliga, mana sotsial setlarimga. Sizlarni ko'rganimdan juda ham xursandman. O'zingizga ehtiyot qiling.